Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashatudik, davom ettiraylik do'stlarim. Har qanday aqlli gap do'stlarim insonni qalbini tozalab, qalbida o'zgarish qiladi, ongida o'zgarish qiladi. U chuqur mulohaza yurg'izadigan bo'ladi do'stlarim. Ancha xatolari ko'z o'ngidan o'tib, endi o'sha xatolarni takrorlamaslikka harakat qiladi. Chunki ehtiyotkor bo'ladi. Har bir so'z, har bir bosayotgan qadam albatta hisob-kitobli ekanligini tushunib yetadi. Avvalo umrini va bosib o'tgan umr yo'llarini tahlil qiladigan bo'ladi. Chunki imkoniyat oz qolyapti, vaqt oz qolyapti. Bu Habibulloh qori bizga donolik qiladi demaslar do'stlarim. Har bir atrofimizda bo'layotgan voqea hodisalar insonlarning boshiga tushayotgan har xil dard, g'amlar o'zimizni va yaqinlarimizni boshlariga tushayotgan dard, g'amlar hammasi bizga bir tajriba qoldirar ekan do'stlarim, maktab ekan. Bir voqeani o'qigan edim do'stlarim bir paytlarda. Qanday bo'lgan bo'lsa ham xullas kalom bitta endi zo'r bir keksa chol kampir bor ekan. O'shalar endi joylarini egallayapti-da. Qanday bo'lsa ham. Shunda o chol kampir yuklarini yuklab chiqib ketayotganda otaxon ko'zlaridan oqyapti. Onaxon dod deb yig'lab hech qanday najot qolmagandan keyin atrofdagi insonlar ham befarq, loqayd. Nima qilyapsan? Bu axir yolg'iz chol kampir bo'lsa, biladi, hech kimi yo'q bo'lsa, insof qilmaysanmi, vijdoning yo'qmi? Axir sen ham musulmonsan-ku, axir Xudodan qo'rqmaysanmi? deydigan odam topilmagandan keyin qo'lni ko'tarib Alloh taolaga yuzlandi. Ey Allohim dedi. Bu zo'rga bizni kuchimiz yetmadi dedi. Lekin seni kuching yetadi dedi. Ey Allohim dedi. Bu xonadonda yashagan inson batta ko'karmasin dedi. Bizga farzand bermading Allohim dedi. Batta yashagan insonlar ham farzandga zor bo'lsin dedi. Farzand ko'rgan taqdirda ham dedi, farzandini go'rga ko'mib, uni kuyutida, g'amida kuyib o'lmasa rozi emasman dedi. Ana bu zo'r dedi. Umrini oxirida itdek xo'r bo'lib o'lmasa rozi emasman dedi. O'zingga topshirdim Allohim dedi. Allohu akbar dedi. Narigi zo'r endi rosa pichog'i kesgan payt ekan, shiri bor ishonganingni olib kel dedi. U ayol, men ishonganim Alloh dedi. Xullas kalom, u chol kampir umrini qolgan qismini qariyalar uyida o'tkazib, o'sha joyda yashab o'tib ketishdi. O'zlari yoshlari bir joyga borib qolgan ekan. Xullas kalom, haligi zo'r o'zi, xotini, o'g'li, kelini o'sha joyga ko'chib kelishib, yerda obod qilishdi.
5 yil deganda Alloh taolo ularga o'g'il nevara ato qildi. Xursandchilik ustiga xursandchilik, to'y ustiga to'y, katta to'ylar qilishdi. Bola katta bo'lyapti, 5 yoshga bordi. Biram shirin, biram dono. 5 yoshga borganda bola dardga chalindi. Shifokorlarga olib borishyapti. Hali u joyga, hali bu joyga olib borishyapti. Hamma yelka qisyapti. Diagnoza chiqmayapti. Boshqa davlatlarga olib borishdi. Ular ham yelka qisyapti. Diagnoza chiqmayapti. U dori bu dori qilib ko'rishyapti. Yo'q. Bola so'li boryapti. Opaqa enasi, dada buvisi endi jonini fido qilishga tayyor. Lekin bola so'li boryapti. Bola juda ham dono bola. Opaqajon, enajon, dadajon, buvijon, menga yordam beringlar. Men o'lgim kelmayapti. O'rtoqlarimdan bog'chada o'ynagim kelyapti. Men ham maktablarga borgim kelyapti. Menga yordam beringlar deb yig'lamsirab yordam so'rayapti. Hammani ko'zidan oqyapti, lekin yordam berish qo'llaridan kelmayapti. Bola oxiri so'lib, oxirgi nafaslarda ularning qo'llarini ushlab, jo'dirab jon topshirdi. Ancha muddatgacha ko'zi ochig'icha qoldi. Hammalari dodi faryod qilib, yeri ko'kka sig'masdan dodi faryod qilib, bolajonim deb. Endi janoza marosimi bo'lyapti. O'g'deydi kafanga o'rab, tobutga solib, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik bo'lyapti. Hamma safga turgan. Shu paytda o'sha go'deydi onasi doddi, bolajonim deb. Bolajonimni ko'mgani muncha shoshilyapsizlar. Yana bir marta ko'rvali yuzini bolajonim deb borib tobutga o'zini tashladi. 200-300 odam safda tikka turibdi. Do'stlarim, bolani kuyti yomon nihoyatda do'stlarim. Tobutga o'zini tashladi. Bolajonim deb o'sha joyda joni chiqib ketdi. O'li ikkita bo'ldi. Xudoy kuni bolani go'deydi otasi nihoyatda g'alati turibdi. Zo'rg'a tika turibdi oyog'ida. Ichi to'la yiring. Butun vujudi yonyapti. Butun vujudi ilma-teshik bo'lib ketgan. Xudoyni uzatishgandan keyin namoz asrga borganda otayam o'ldi. O'li 3ta bo'ldi. Endi haligi zo'rda ayoli chidamayapti, eshikka sig'mayapti, hech qayerga sig'mayapti, yonyapti, kuyyapti. Goho yo'qolib qoladi. Oqtarib qabristondan topib kelishadi. Hali o'g'lini, hali kelinini, hali nevarasini qabriga o'zini tashlab dod deb yig'laveradi. Chidamayapti. Do'stlarim, bunaqa g'am tashvishni faqat boshidan o'tkazgan odamgina his qiladi. Do'stlarim, eng katta musibatlardan biri bolasini ko'mish do'stlarim. Bu ayol ketma-ket ham bolani go'deydi, nevarasini, ham kelini, ham o'g'lini ko'mdi. Bir haftada 3ta o'lik ko'mdi do'stim. Bir kun yana yo'qolib qopti. Oqtarib topib borsa, nevarani qabrini ustida yotgancha jon topshiribdi.
O'li endi to'rtta bo'ldi. O'sha joyga ko'chib kelishib nima ko'rishdi? Xursandchilik kunlari juda ham oz bo'ldi. Endi zo'r mansabdan ketdi. Salomatlik ketdi, mol-davlat ketdi. Endi hech kimga kerak bo'lmaydigan holga keldi. Bitta o'zi qoldi. Bitta o'zi qoldi. Uni ham qo'li oyog'i ishlamaydigan dard ilashdi. Bir joyda qolib ketdi. Qo'ni-qo'shni goho kirib qarab turishadi. Bir kuni bir qo'shni kirsa, shunaqa saraton issiq kunlar ekan, haligi zo'r o'lib, o'ligini quritib bosib ketibdi. 3-4 kun bo'lgan ekan o'lganiga. Mahalla ko'y ko'mamiz deb uni yuvaylik deb harakat qilsa, albasirga o'xshab g'isir sinayapti ekan. Qimlati bo'lmabdi. Bir iloj qilib adyolga solishib qabrga olib borishibdi. Olib borishsa qabr torayib qolgan. Yana bitta odam kirib qo'yish iloji yo'q. Qabrda esa jih to'la ilon. Ko'p maslahatlar qilishib, xullas kalom bir iloj qilib o'sha go'rga qo'yib kelishibdi. Do'stlarim, mazlumning yig'isi, mazlumni Alloh taologa qilib qo'lni ko'tarib Alloh taolodan najot yordam so'raydigan bo'lsa do'stim, Alloh to'xtovsiz qabul qiladi. Chunki Alloh taolo zolimni yomon ko'radi. Mazlumni himoyachisi Alloh taolo. Ayniqsa u yetim bo'lsa, g'arib bo'lsa, kambag'al, qo'li kalta bo'lsa, kim unga nohaqlik qilgan bo'lsa, u qo'lni ko'tarib Allohga iltijo qilib, Allohga havla qilmagan taqdirda ham o'sha ezilib yig'lagani o'zi qarg'ish do'stlarim. Ey do'stlarim, hayotingiz barbod bo'lmasin desiz, siz tufayli oila a'zolaringiz kulpatga qolmasin desiz, qadamni o'ylab bosing do'stim. Ilmingizga ishonib zulm qilib qo'ymang. Moli mulkingizga ishonib zulm qilib qo'ymang do'stim. Mansabingizga ishonib zulm qilib qo'ymang do'stim. Alloh taoloning azobi juda tez keladi, juda ham qattiq keladi do'stlarim. Hammamizni Alloh taolo halol pok insonlar qatorida qilsin. Birovni qaqshatib qo'yishdan Alloh o'zi saqlasin, birovdan nohaq zulm ko'rib qaqshab qolishdan ham Alloh taolo o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.